Bolalarni mashg'ulotlarda o'qitish. O'qitish maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni elementar bilimlar tizimi bilan tanishtirishda ilk qadam dasturida nazarda tutilgan ko'nikma va malakalarni shakllantirishda yetakchi rolni o'ynaydi. O'qitish jarayonida bolalarga yangi bilimlarni muntazam berib borish, ular jamg'argan tasavvurlarni aniqlash va tizimlashtirish, bolalarni bilish jarayonlari hamda tafakkur faolliklarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. O'qitish ikki tomonlama jarayon, eslab qolamiz. Mashg'ulotlar kuzatiladigan tarbiyachining ta'lim berish faoliyatini, uning bolalarga ta'sir etish imkoniyatlarini hamda bolalarning javob berish faolliklarini o'quv harakatlari sifatida ham baholash muhimdir. Ta'lim jarayoni bolalarning jismoniy, tarbiyachini nazorat qilish va unga yordam ko'rsatish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi barcha yosh guruhlarining dasturini hamda ta'lim metodikasini bilishi, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning psixofiziologik xususiyatlarini tushunishi, yangi ilmiy tadqiqotlar va ilg'or pedagogik tajribadan xabardor bo'lishi kerak. Mashg'ulotlarni kuzatish bo'yicha umumiy ko'rsatmalar. Ijobiy natijalarga erishish ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etishga bog'liq. Mashg'ulotlarga kirishda eng avvalo gigiyenik sharoitlarga rioya qilinishiga e'tibor berish kerak. Mashg'ulot o'tkaziladigan xona yaxshi shamollatilgan bo'lishi lozim. Me'yoriy yoritilgan va yorug'lik chap tomondan tushib turgan bo'lishi kerak. Jihozlar, asbob-uskuna va materiallar hamda ularning joylashishi pedagogik, gigiyenik va estetik talablarga javob berishi kerak. Mashg'ulotlarning davomiyligi belgilangan me'yorlarga muvofiq kelishi kerak. Vaqtdan esa to'liq foydalanish lozim. Mashg'ulotning boshlanishi bolalar e'tiborining uyushtirilishi, bolalar oldiga ta'lim yoki ijodiy vazifalarning qo'yilishi va uni bajarish usullarini tushuntirilishi katta ahamiyatga ega ekan. Demak, bu yerda tarbiyachini ishi haqida aytilibdi. Tarbiyachining nutqiga alohida e'tibor berish kerak deyilibdi. Mudiraning mashg'ulotlarni kuzatishga qo'ygan talablarini bu yerda aytib ketilgan. Demak, mashg'ulotlarni ijobiy tomonlarini, nuqsonlarini ko'proq chuqurroq tahlil qilishi va xulosalar chiqarishi kerak ekan va u shu xulosalar chiqarish uchun kuchliroq bilimga ega bo'lishi kerak ekan. Demak, kuzatish va dalillarni to'plash ishning birinchi yarmida bo'lsa, ikkinchi yarmida tahlil qilish va pedagogik jarayonni yutuq va kamchiliklari haqida asosli xulosalar chiqarishdan iborat ekan. Demak, mudira o'zida kuzatish, dalillarni ko'rish, shuningdek ularni tahlil qilish, umumlashtirish ko'nikmasini tarkib toptirish kerak ekan. Mashg'ulotni tahlil qilish uchun muhim joyi birinchidan mashg'ulotning tashkil etilishini, ikkinchidan dastur mazmunini, uchinchidan mashg'ulotni o'tkazish metodikasini, to'rtinchidan uning natijalarini, ya'ni tekshirish vaqtida bolalardagi bilim, ko'nikma, malaka hamda ularning xatti-harakatlarini ko'rib chiqishi kerak ekan. Demak, mashg'ulot tahlil qilish uchun mudira mashg'ulot tashkil etilishi, ikkinchisi dastur mazmuni, uchinchisi mashg'ulotni o'tkazish metodikasi hamda natijalarini ko'rib chiqishi kerak ekan.
Bu testda tushgan ustozjonlar. Asosiy joylarini o'rganishda davom etamiz. Mashg'ulot tahlili. Mashg'ulot mazmuni mazkur yosh guruhi dasturiga, yil fasliga, bolalarning tasviriy imkoniyatlariga bog'liq, muvofiq keladimi? Yangi narsalar va bolalarga tanish narsalar o'rtasidagi muvofiqlikning oldingi o'tgan mashg'ulotlar bilan aloqasi, ya'ni har bir mashg'ulot bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lishi kerak ekan. Emotsional ijodiy o'quv yuklamasi, mashg'ulot mazmunining tarbiyaviy va bilish ahamiyati. Mashg'ulotni tashkil etilishini, materiallar, ko'rgazmali qurollarning sifati, bolalar hamda tarbiyachilarning tayyorgarliklarini baholash, navbatchilarning mashg'ulotga tayyorlanishdagi roli, navbatchilar ishining o'ziga xizmat ko'rsatish bilan biriktirilishi, tarbiyachi tushuntirishlarining to'g'riligi va tushunarliligi muhim ahamiyatga ega ekan. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari uchun materiallar va uskunalar. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari pedagogik o'ylangan moddiy jihozlanishi, maxsus uskunalar, asboblar va tasviriy materiallarni talab qiladi. Mashg'ulot o'tkazish uchun sharoit yaratuvchilar barcha predmetlar, taxtalar, molbertlar, tagliklar va hokazolarni hamda asboblar, tasviriy jarayonda kerak bo'ladigan qalam, mo'yqalam, qaychilar va boshqa narsalar, tasviriy yaratishda ishlatiladigan tasviriy materiallar jihozlash uskunalariga kiradi. Mudira, tarbiyachi metodist bilan birgalikda tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini muvaffaqiyatli o'tkazish va bolalar ijodiyotini o'stirish uchun olingan barcha kerakli narsalarni ko'rib chiqadi. Materiallar hamda uskunalardan qanday foydalanayotganini, bolalarda ularga nisbatan ehtiyotkorona munosabat tarbiyalanayotganligini tekshirar ekan. Demak, rasm predmetli, mazmunli, dekorativ, o'ylangan fikr bo'yicha mashg'ulotlarni solish uchun doskalar, bolalar chizgan rasmlarni namoyon qilish uchun 3 ta reykali doskalar, natura uchun taglik, stolga qo'yiladigan doskalar, yig'ma molbertlar, ya'ni yig'ma molbertlar kimlar uchun ekan? Katta guruhlar uchun ekan va boshqalar kerak bo'lar ekan. Bolalarning ko'rish faoliyatini saqlash maqsadida katta guruhlarda sathi qiya turadigan individual taxtalardan foydalanish maqbuldir. Chunki bunday taxtalar nurning ko'zga burchak ostida emas, balki perpendikulyar yo'nalishda tushishini ta'minlaydi. Qalamlar, rasm solish uchun bolalarga rangli qalamlar to'plami kerak. Kichik guruhda 5 ta qalamdan, ya'ni qarang, qizil, ko'k, yashil, sariq va qora ekan. O'rta guruhda 6 ta qalamdan foydalaniladi. Katta guruhlarda yuqorida aytilganlardan tashqari qizg'ish binafsha rang, to'q, qizil, pushti, zangori, och yashil ranglar ham qo'shilar ekan. Kichik guruhlarda qalamlar dumaloq bo'lishi kerak. Katta guruhlarda bolalarning yumshoq grafitli qalamlar tavsiya qilinadi. Qalamni ishlatishda, tayyorlashda yog'och qatlami 25-30 mm olinib, grafiti 8-10 mm ochiladi. Rangli qalamlarning yog'ochi kamroq olinishi kerak, chunki ularning o'zaklari yo'g'onroq, qattiqroq bosganda uvalanib, sinib ketishi mumkin deb ta'rif berildi. Mo'yqalamlar bo'yoq bilan rasm chizish uchun tuki yumshoq va elastik, olmaxon va shu kabi